Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. 15 kilovatli kotyolimiz bilan 15 plus kotyolimizni farqini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana bu 15 kilovatli kotyolimiz. Yangicha dizaynda chiqayotgan 15 plus kotyolimiz. Bo'yi 10 sm uzun. Va mana ko'mir solish joyini ham ko'rib turibsiz. Mana bu yerida ham suv bo'lsa, mana bu yeri ham suv. Bunda mana kimga shunaqa 15 plus kotyollarimiz kerak bo'lsa hamda 15 kilovatli kotyollarimiz kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. O'zimiz O'zbekistonning xohlagan viloyatiga yetkazib beramiz. Hamda mana 15 kilovatli kotyolimizda xuddi ko'rsatgan farqlashtirilgan 30 kilovatli edi. Utepленныйga mo'ljallangan va utepленный bo'lgan 30 kilovatli kotyollarimiz. Hamda 30 kilovatli teplamenniga turbadan bo'lgan eshiklari bezvodimnoy kotyolimiz. O't qozonining ichida ham shunaqa turbalari bor. Taglari vodimnoy kolonsi. Hozir qorong'uchi ko'rinmayapti. Hamda mana teplamenniy. To'la buning ichida bu turbalarning ichida suv yurmaydi, buning ichida o't yuradi. Buni atrofida suv bo'ladi. Suv. Mana 1 metr, 2 metr hamda 3 metr teplamenniy bilan chiqib ketadi. Kimga shunaqa 15 plus 15 30 kilovatli 30 kilovatli teplamenniy turbadan bo'lgan kotyollar kerak bo'lsa, utepленный, bezutepленный, ochiq sistema, yopiq sistema qaysidan kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha yetkazib beramiz.